Shohjahon Jo'rayev. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu ashulani Houstondan keyin boshqa juda ko'plab ayollar ijro etgan. Lekin baribir birinchi ijrosi o'sha Houstonning ijrosi baribir nomer 1 bo'lib turibdi. Lekin erkaklarning ichida o'sha mazani beradigan ijroni men hozir sizda eshitdim. Rahmat sizga. Bu qo'shig'ini biz uni kinolarini ko'rib taniganmiz, biz ham sevganmiz. Bizni ham yoshligimizdagi qo'shiq. O'sha holatga bizni qaytara oldingiz. Rahmat sizga. Rahmat ko'p. میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از لب دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد شای تو دل شوده دارم من واسه فردای تو Shohjahon, so'z sizga. Bugun Ulug'bek o'zini lirik, juda ham nozik did egasi bo'lgan san'atkor sifatida namoyon etdi. Bundan mamnunmisiz? Ko'nglingiz to'ldimi? To'ldi, albatta. Hakamlarimiz ham juda ham o'rinli fikrlarni bildirishdi. Ulug'bek o'zi ishonib ijro etdi va bu bizga ta'sir qildi. Muborak bo'lsin sizga. Rahmat, xos katta.